Nima bo'ldi aka? Rahmat uka, juda chiroyli. Chiroyli. Xudo xolasa keldinglar, ketyapsizlar, to'g'rimi? Aka, sharoitlari qanaqa ekan avtobus? Zo'r, mazza. O'tirib ketgandan, yotib ketgan yaxshimi, o'tirib ketganmi? Yotib ketgan yaxshi deb. Yotib ketgan. Aziz hamyurtlar, mana Orenburg shaharidan Toshkent shahariga kim shunaqa spalniy avtobuslarda ketishdagida bo'lsa, Primoy nomerlarga telefon qilishingiz mumkin akalar. Xudo xolasa Primoy o'zimiz jo'natamiz. Shunaqa spalniy avtobuslarimiz sizlar xizmatingizda bo'ladi. Endi esa mana yotib Orenburgdan Toshkentga ketsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Aka, sharoitlari qanaqa ekan avtobus? Zo'r, mazza. O'tirib ketgandan, yotib ketgan yaxshimi, o'tirib ketganmi? Yotib ketgan yaxshi deb. Yotib ketgan, qulayliklari zo'r aka. Qaysi shahardan chiqdinglar? Orenburgdan chiqdik. Orenburgdan. Akalar, xudo xolasa. Aka, yaxshi aytib olinglar. Xudo xolasa, hammalarni mana akalarimiz kim ketishdagida bo'lsa, dokumentida muammosi bor aka-ukalarni ham chiroyli qilib ketamiz. Qizil pasportini yo'qotgan, ko'k pasporti bo'lsa, patent kuygan bo'lsa, migratsionniylari kuygan bo'lsa, cheklarini to'lamagan bo'lgan bo'lsa ham chiroyli qilib ketamiz. Aka, sharoitlari yaxshimi avtobusda? Xudo xolasa. Mana kimdagi oldi, mana pasi bor, tepasi bor. Xulosa, zaryadkalar ishladimi? Zaryadkalar ishlayapti mana. Mana zaryadka ishladi aka. Ko'rsating, xalq ko'rsin. Xudo xolasa. Mana. Gap yo'q. Akalar, Wi-Fi bo'lmaydi Qozog'iston ichida. Ichi yurgandan keyin svязь ham yo'q bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, shopir telefon nomeri beradi, telefon qolsanglar bo'ladi. Xulosa, aka-ukalar, shunaqa avtobuslarimiz sizlar xizmatingizda bo'ladi. Orenburgdan Toshkentga, Toshkentdan Orenburgga. Kim aytdi shuni? Kim aytdi? Nima bo'ldi aka? Rahmat uka, juda chiroyli. Chiroyli. Xudo xolasa keldinglar, ketyapsizlar, to'g'rimi? Shu bo'lmadi. Sarsongarchilik bo'lmadi. Shunchalik bo'ladi. Orenburgdagi akalar telefon qilaversin-a? Hamma telefon qilaversin. Akalar, oq yo'l yaxshi aytib olinglar. Salomon yetib oling.